قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Ey Muhammad, mushriklarga ayting, agar Rahmonning farzandi bo'lganida men u bolaga ibodat qiluvchilarning birinchisi bo'lar edim. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Osmonlar va yerning parvardigori va arshning egasi bo'lmish Alloh ular sifatlayotgan narsa ayblardan pokdir. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Bas siz ularni tark eting. Ular to o'zlariga va'da qilingan kunga, qiyomatga ro'baro bo'lgunlaricha gunoh loyiga botib o'ynab yuraversinlar. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. U Alloh osmonda ham iloh, yerda ham ilohdir. U hikmatli va ilmli zotdir. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Osmonlar va yer hamda ularning o'rtasidagi narsalarning hukmronligiga ega bo'lgan zot Alloh barakotlidir. Qiyomat ilmi ham yolg'iz uning huzuridadir va ungagina qaytarilursiz. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalari qiyomat kuni shafaat qilishga ega bo'la olmas. Illo o'zlari bilgan hollarida haqqoniy guvohlik bergan kishilargina shafaat qilishga izn olurlar. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Ey Muhammad, qasamki agar ulardan o'zlarini kim yaratgani haqida so'rasangiz, albatta ular Alloh derlar. Bas unday bo'lsa, qayoqqa burilib ketmoqdalar? وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ. Alloh o'z rasulining ey Rabbim, dar haqiqat ana ular iymon keltirmaydigan qavmdir deganini ham bilur. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Bas ey Muhammad, ulardan yuz o'giring va salomatlik bo'lsin deng. Bas ular yaqinda haqiqatni bilib olacaklar.